Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Hop, ustaxonamizda navbatdagi svarka apparat obzori remont davom etadi. Aeromax MMA 800. Biz yonmayapti, olib ketishdi. Bu apparatimiz ham 220 da ham 380 da ishlaveradi do'stlar. Ham 220 ham 380 do'stlar. Hop, to'ga tiqadigan bo'lsak, bu apparatimiz yonmayapti. Umuman unaqa yo'q. Yonishi yo'q. Uni ochamizda ko'ramiz. Nima bo'lganini tekshiramiz. Xo'p, do'stlar, apparat ochildi. Ochganimizda kabellar uni almashib qo'ygan, ya'ni chiqib ketgan. Hozir bag'anda hamma yo'g'ini diagnostika qilib qo'yishdik. Qolgan joylari esa kabellar to'g'ri darajada ulandi. Demak, ko'p chiqishlari bo'lmadi. Xo'jiklari dahshat. Normali to'q beryapti. Xullas, bu apparatimiz ancha yuqori bo'ladi. 200 ga 200 amper beryapti hozir. 200 maksimum ochamizda. Qaranglar do'stlar, bundan fakt aytaman. Hozir 200 amper beryapti, to'g'rimi? Har bitta 220 da ishlaydigan svarka apparat 200 amperdan oshiq tok bermaydi. Ya'ni bir fazada ishlaydigan apparatlar hammasi 200 amper beradi xolos. Agar bu 380 rejimga o'tadigan bo'lsa, o'shanda bu 250 amper, 300 amper tok berishi mumkin. 200 amperdan yuqori beradi xullas. Lekin bir fazalikda eng zo'r apparat ham maksimum 200 yoki 250. 300 ga tevasi endi bular 380 ga o'tganda shunaqa tok beradi do'stlar. Ham 220 ham 380 da ishlaydigan svarka apparat ekan bu. Ichki konstruksiyadan bo'lsak, chiqishadigan shotkalar bitta, ikkita, shu to'rtta. Siloviy tranzistorlar o'sha 40 amper, 50 amperdan qo'ygan 1200 voltlik bo'ladi. Blok pitaniya tizimi ham 220 ham 380 ga moshlangan bo'ladi. Xullas shuna holatda. Bu yerdan tablosidan o'zgartirishimiz mumkin ekan. 2likka, 3likka 130 amperga, 4likka 180 amperga qo'yilyapti. 2,5 elektrodga 100. Tak, VRD funksiyasi bor ekan. VRD funksiya nima bu? Do'stlar, qaranglar. VRD funksiyasi hozir men priborda buni chiqishini tekshiradigan bo'lsam, напряжение yo'q bo'ladi, ya'ni past bo'ladi. 14 volt bo'ladi. Agarda bu zamikayna qilib elektrod yoqishingiz bilan sразу qota tok chiqarishni boshlaydi. Bu nimaga? Chunki 380 apparatlarda напряжение chiqish ko'tarilib ketib qoladi. Siz qo'lingiz bilan tekkaningizda boshqada tok urish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun 380 da ishlaydigan apparatlarga ko'pligi VRD funksiya qo'yadi. VRD funksiyalar ko'proq fubaklarda bo'lardi. Mana 380 da ham bor. Bu funksiya yaxshi funksiya, chunki защита qachonki zamikayna bu elektrod ishga tushganda tok berishni boshlagandan keyin напряжение ochiladi. Ungacha chiqishda tok bo'lmaydi. Agar 380 da ishlaydigan bo'lsa, напряжение ko'tarilib ketgan bo'lsa, tok urishi mumkin. Shuning uchun VRD funksiyasi bor. Bu yerda yana ko'plab funksiyalar bor ekan do'stlar, mana. Bu tizim mikrokontroller tizimi bo'ladi, chunki yerda miya bor. Mana miya bilan boshqariladi, programmali bo'ladi. Bu funksiyalar yaxshi. 2,5lik, 3lik, 4lik. Tayyor boshlang'ichlariga yaxshilangan holat ekan bu yerda. Tak, svarka apparat. Dulgan uzishi, forsaj. Buni menimcha buni forsaj deyiladi, chunki elektrodda sразу dulga olgan. Mana. Yopishib qolmaydi elektrod. Sразу qota tokni beraveradi, ko'rasizlar? Bittadan o'zi ko'rsatib qo'ygan bu funksiyani sразу. O'sha funksiyaga forsajda ligirovka qilgan, bu tok uzilishini vaqtini. Bu ham bitta funksiya. Asosiy funksiya bu forsaj qo'yasiz, tok elektrodni yopishib qolmaydi. Shuna hisobiga. Yana bitta bu funksiya. Xullas, bunday funksiyalar ekan, yaxshi. Yaxshi apparat Aeromax. Xullas, remont jarayoni tugadi do'stlar. Assalomu Xitoybek bo'ldi. Bizni kuzatib turinglar. Kanalga obuna bo'lib peshingiz chiqmasin, pastda qizil tugmacha bor. Teng kommentariyga o'zlaringiz ishlayotgan svarka apparatning nomini yozib qo'yinglar, chunki ko'pchilik do'stlar yo'qdan Oybekka qaysi svarka apparati yaxshi, qaysi svarka apparat zo'r deb savollar berishadi. Savollarga javoblar berib, videolar qilishga harakat qilyapmiz. Kommentariyga ham o'zingiz ishlayotgan zo'r apparat nomini yozib qo'ying. Xitoybek kuzatib so'rang, qaysi apparat zo'rligini obzorlar qilib chiqyapmiz. Bahonada remont jarayonlarini hamma yo'lda ko'rsatib o'tyapmiz.
Sizlarni Ostoy bo'lib, hozircha xaridayman. Instagram kanalimga o'tib obuna bo'lib esdan chiqmasin. Tez orada yana обновление bo'ladi bu yerda, obzorlarni. Realniy tok berishlar ham yo'qlar ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Hozir ham ko'rsatib o'tdi bu yerda qancha tok beryapti? Bir fazada 200 amper tok beryapti. 380 o'tadigan bo'lsa, baland tok beradi do'stlar. Demak, sexlarga 380 olgan ma'qul do'stlar. Hozircha xayr, sog' salomat bo'ling.